Hurmatli yurtdoshlarimiz, yana bu yilgi yangi qurilib boshlangan domlarimizga o'tkazib o'tamiz. Akalarimiz yana ishi boshlab bergan. Bu tarafda yana Bakcha 16-sonli Bakchamiz bilan Quraqqala tumani Obod mahallamizdagi va yo'llar Bakcha bannisamiz hammasi shu yerda joylashgan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, qiziqib yurgan insonlarimiz bo'lsa, kelaverasizlar bemalol. Mana shu yo'l bilan to'g'ri kelinadi. O yanda ko'rinib turgan bo'lsangiz, bannisalarimiz bor, giraverish joyda. Yangi O'zbekistonda yozib qo'yilgan o'zi. Esa hurmatli yurtdoshlarimiz, yana yaxshi kunlarda diydor ko'rishmak nasib etsin.